Xo'roz olamida nima yangiliklar? Bu yil O'zbekistonda nima trend bo'lyapti ekan? Bildinglarmi? Xo'rozni oyoq tangasidan uni qanaqa urishishini bilishib olyapti ekan. Bunisi endi nima bo'ldi? Ular yaqinda tuxumga qarab turib, undan qanaqa xo'roz chiqishini ham bilishib oladigan ko'rinadi. O'zbekiston xo'rozvozlari xo'rozni oyog'iga qarab, u tanachimi, badanchimi, girrachimi bitta ko'rganda biladigan bo'lib ketishibdi. Karimjon, labbay hazrat oliylari. Hasanboy to'g'ri aytdi. Qanday qilib bo'lsa ham tuxumga qarab turib undan qanaqa jo'ja chiqish sirini o'rganishimiz kerak. Bu ishni o'zbeklardan oldin qilish kerak.